Ushbu oyatni ulamolar Qur'ondagi eng umid beruvchi oyat deyshadi. Baxt oyati bu. Alloh subhanahu va taolo bizni gunohlarimizni kechiribgina qolmaydi, balki xursand bo'ladi. Alloh bandasini tavbasidan xursand bo'ladi. Buni bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berganlar. Biz uchun bu dunyodagi eng mehribon kishi biz uchun onamiz hisoblanadi. Tasavvur qilib ko'raylik, agar bizni ertaga qiyomat kunida onamiz hisob kitob qiladi deyilsa, qanaqa o'zimizni his qilamiz? Mashalloh, onam-ku, menga rahm qiladi, meni qiynamaydi degan aniq ishonchimiz bor, to'g'rimi? Allohcha. Alloh subhanahu va taolo bizga onamizdan ko'ra rahmliroqdir. Alloh subhanahu va taolo bizga o'zimizdan ko'ra rahmliroq. Imom Muslim rivoyat qilgan Abu Zar al-Ghifari radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, hadis qudsiy bu ham, Alloh aytadiki: "Ya ibadi, ey bandalarim, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar." Albatta sizlar erta yu kech gunoh qilasizlar. "Va ana aghfiru az-zunuba jami'an." Va men gunohlarni barchasini kechiraman. "Fastaghfiruni." Bas menga istig'for aytinglar, mendan kechirim so'ranglar, mendan mag'firat so'ranglar. Aghfir lakum, kechiraman. Allohning va'dasi